Hey! Materialda bir puxtaligini, tishlarini zo'rligini, mahaviyni 47 sekundda akalar bitta pristda mana bitta odam bemalol ag'dab berdi. Ba'da makka. Ko'ringlar, ba'da bug'doy ketdi mana. Qaradimi? chiqaradi. Javob chiqaradi. Shularga bloy mas chiqarib yuboradi. Chiqaradi. Akalar, hozir ko'rasizlar. Akalar, bu bitta joyga kelganmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalaring, zo'r qilib obzor qilib beramiz. Hozir akamiz, qani aka shularga bloy. Shularga bloy chiqarib yuboraman deyapti. Akalar, buni qarang. Hammasinimi, yarminimi? Qashqacha. Hey! Mana sizlarga. Akalar, shularga bloy. Mana sizlarga nima kerak? Akalar, shu transformer akalar, drabilkani. Sarbon zo'r joyga kelganmiz akalar. Xudo xolasa nechta so'rasalaring bor. Hozir birma-bir to'liq qilib obzor qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Shularga blokdan o'zi ko'rsalaring bo'ladi. Toshni chiqaryaptimi bemalol. Maqsad bu yerda shlaka blokni tashashdan maqsad bu unaqa emas. Materialda bu puxtaligini, tishlarini zo'rligini, mahaviyni qalinligini biz obzor qilyapmiz xolos. Bu yerdalik bir xalqni aldash yo'q bu yerda. Yo'q. Mana isboti bilan, gap isboti bilan qo'ydik, ko'rib olaveradilar. Mana kim nima desa. shularga bloyda akalar. Bundan 2-3 ta olib, hali betonlar maydalab, shibyon qilib sotsalaring ham bo'laveradi sizlarga biznes akalar. Ko'ramiz hozir. Mana Bu shlaka blokni chiqargandan keyin bu somon, bu bedapoya, makka, bu ish bas bunga yanchib tashlaydi-da bu. Baholas. Mashalloh akalar. Bu o'tlar bor bular. Hech narsa emas. Mana bularning hammasini ishlatib, makka bor, mana bu yerda bug'doy bor. Hammasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Yana bitta narsa akalar. Bitta pristda butunini qanchada chiqarib yuboradi? U haqida ham ma'lumot beramiz. Keyingi holatdan moshni turibdi, tishlari hali mana Pichoqlarga o'zidan ahamiyat beringlar. Germanskiy pichoq qo'yamiz. Mahaviy birlik bo'ladi. Mana qozonlarini ko'ringki, qozonlar rossiyskiy turbadan bo'ladi. O nechchilik aka bu? Bu 6 lik bo'ladi. Voy, mana uni qaranglar, ey. Bu birlik bo'ladi, mahaviylik, haqiqiy mahaviylik. Mincha qalin bu birlik. Akalar, moshnisidan baquvvat. Mana ular ham hali ulangan emas. Rossiyskiy Toza rossiyskiy turbadan qilingan ekan. Shularga bloy nima dedi akalar? Bu bitta tishi bir narsa bo'lgan, toza germanskiy tishlardan qo'yilar ekan. Ikki marta aka ko'pchilikda hali oddiy listdan qo'yib qo'yisharmidi? Shu narsami bu? Shunga ham mana 4 tadan 8 ta malatoyni o'rniga haqiqiy tish qo'yganmiz. Umuman motor qiynalmaydi. Mana original narsa qanaqa bo'ladi? Akalar, ko'rinishi ham o'zi aytib turibdi, shularga bloydan keyin o'zi men ham o'zimga kitob ketaman bundan akalar. Ko'rasizlar, hozir birma-bir ko'rsatib beramiz sizlarga qo'ldan kelgancha. Adresimiz Farg'ona viloyati Marg'ilonda. Xudo xolasa ko'ringlar. Bitta pristni chiqaryapti akalar, qanchada chiqaradi? Voy, mana u ajalab bosimni qaranglar. Bunday katta bosimni. Tugadimi? Voy, qancha aka? Qani 47 sekundda akalar bitta pristda mana bitta odam bemalol chiqarsa bo'lar ekan akalar. 47 sekundda. Agar 2 kishi bo'lsalaring akalar bunga ulgurmaysizlar. 2 kishi bo'lsalaring 20 sekundda chiqarib yuborsalaring bo'ladi. Akamiz o'zi olib solgani uchun ham vaqt yetdi. Atak bunda bedani ko'ramiz, bedani.
Buni qaranglar, ey. Napozni qara. Makkani ham boshlab. Makkani ham qara. Ag'da beda, ba'da Makka. Ko'ringlar, ba'da bug'doy ketdi mana. Bunaqasi bo'lmagan bunaqasi akalar. Qastirmon. Qastirmon ham ketdi. Qancha o'rnaveradi? Bunlar qastirmon akalar. Joning sog' bo'linglar. Ko'ringlar, akalar mana sizlarga haqiqiy texnologiya deydi-yu. Beramizda mana o'zi oladi. Bera, tomon, makka, bug'doy. Hammasidan akalar. Mana uni ishlasa bo'ladi, ey. Odam charchamaydi. Bunga solib charchamasalaring bu hech qachon uldimaysizlar. Kepak qilib. Aka shu darajada un qo'yaradimi bu? Buni qaranglar akalar. Un bemalol xamir qilib non yasab yopsalar ham bo'ladi. Nima holat? Ko'rganmisizlar? Mana shu darajada un qilib chiqarib yuborgan. Aka siz o'zi shlaka blokni tashlab yuborganingizda bildim. Maydalab qoladi. Sasni to'sinlar tashlab yuborsangiz ham chiqarib yuboradi bu bor. Yeryong'oq presni chiqarib ko'rsatamiz. Bu yeryong'oqni kim aka? Bu yeryong'oq mana. Bunda setka bor holati. Qo'ybob qilib chiqaradigani. Buni Ha, qo'ybob qilib chiqar. Buni da Ketdi akalar. Voy, mana uni qaranglar, ey. Toli aka. Оборотni qaranglar, оборотni. Voy joning sog' bo'lsin. Buni qaranglar. Qo'ybob bo'ldi akalar, bu оборотga olmay gap yo'q. Olmurod aka, bular endi qanaqa aka u mis, alyumin, klavat, alib. hop. Mislisi ham bor bizda. Alyuminlisi ham bor. Aha. Kimgadir o'sha uyda to'ki past bo'lishi mumkin. Hop. Uy sharoitida masalan qish kuni to'kilar past bo'ladi. Ularga biz alyuminli tavsiya qilamiz. Sababi alyuminli past to'kkan ishlayveradi. Aha. Endi hali baland to'k bo'ladigan bo'lsa, misli tavsiya qilamiz. Ishlashlari zo'r, xudo xolasa garantiyalari bor. Pastokka alyumin yaxshi. Past to'kka alyuminli 6,5 kW, 3,5 megabrot alyuminlisi bor. 4 kWli bor, 3 kWli bor, 2 kWli bor. Mislisi faqat 6,5 kWli bor xolos. 6,5. Qaysidan desa O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ketaveradi. Akalar, Sarbon drabilkalari mana o'zlaring ko'rdilaring. Hamma yo'g'i germanskiy, original holatda ishlab chiqarilgan. Ichida mahaviylarini ham, даже hali listlarigacha akalar germanskiy qilib qo'yilgan. Birli listlardan ko'ringlar. Setka, 4 xil setka, Mana ko'ringlar. bu o'sha molga qo'yib chiqarsa bo'ladi. Bu qo'yga, bu makkani yorma qiladi. Bu bug'doyga mana. Bu 2li, bu 6li bo'ladi. Bu hozirgi mana mayda qilib yuborganimizda, aka. Bunda chiqardik hozir. Yo'q, uni bug'doyni mayda qilib chiqardi-yu. 2lida chiqarganmiz. Ashunda. Akalar. Ko'ringlar. Endi yana bitta qulay tomoni borki, ana bizda mana gayka bo'lib emas, kruchoyli qilingan. Shuni qo'yasiz. Bo'ldi. Kruchoyli qaraysiz. Shlankasini qo'ymayapmiz. Shlankasini olib qo'yamiz. Ha, bo'ldi, bitta kruchoy. Bo'ldi. Mana, so'ralar tarafidan akalar qatirish shart emas.
bitta ilib qo'yasizlar. Tayyor. İçlarini ko'rdilaring bitta. Mana ularga necha kelib birlik. Najm ulargacha tish qo'yilgan germanskiy. İchlarigacha ochib ko'rsatayotganimiz sabab akalar. Bitta hamma yo'q original narsa qo'yilgan. Bir poddelka bu narsalar yo'q. Bu acha necha yil yashaydi bu turishda, bu tugamadi-yu bu. O'zingiz ko'rib turibsiz mana. Bundaylik olgan odam o'zi duo qilishlatsin deb Xudo xolasa. Xudo xolasa. Chiroyli qilib qo'ldan kelganicha shu xalqimiz mazza qilib duo qilishlatsin deb Xudo xolasa. Harakatdamizda. 50 yil. Qo'shni bor-ku. Bir asrga yetadi-yu aka, bu 50 yil oz. Mana bu narsalar 50 yilda o'lmasa kerak bu. Acha narxlarini nima deymiz endi narxlar? Narxiga kelsak, Obunachilarga dastavkalari ham ichida qilib aytingchi, O'zbekiston bo'ylab. xo'p, 2 kilovatlisi bor. Aha. 1.800.000 so'm qilib beramiz. Joyidan olib ketsa. Joyidan olib ketsa. Joyidan olib ketsa, dastavkasiga endi 300.000 so'm shu O'zbekiston bo'yicha qo'shilib qoladi. Qo'shilib bo'ladi. Endi dastavkasi ichida aytamiz, 4 kilovatlisi bor. 2.300.000 qilib beramiz. Aha. 3 kilovatlisini 2.200.000 qilib beramiz. 6.5 kilovatlisini 3.5 oborot bo'ladi. Unisini 2.600.000 qilib beramiz. Men hozir aytganlarim hammasi alyumin motor bo'ladi. Aha. Bularga ham garantiyasi bor. 1 oyga garantiya beramiz. Ha, garantiya ham bor. Garantiyasi ham bor motoriga, xudo xolasa. Keyin bu nagruzga kelib, tok o'ynab yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, o'zini o'zi himoya qiladigan datchilarigacha bor. Yo'q-ku. Ha, shunaqa datchilarigacha bor. Nagruzga kelsa o'zi avtomatik o'chadi. Bunga motorga ziyon tegmaydi-da? Motor o'zini o'zi himoya qiladigani bor-da. Voy malades. Endi mislisi qoldi 6.5 kilovat 3.5 oborot mislisini oxirgi narxi 2.800.000 so'm dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Vodiyga bo'lsa yana hamcha xayri bor. Xudo xolasa ancha kamaytirib beramiz. O'tib beriladi. Surxondaryo bilan Xorazmga sal kelish 100 mingcha kelishuvi bor. Chunki endi u tomonlar sal uzoq. Mana bag'i qish, o'zingiz bilasiz, metanlar sal hamma joyda muammo bo'lyapti. Shuni hisobini olgan holatda aytyapti. Obunachilar lekin Xolmurod akamga telefon qilib, ko'yniga qo'l solib ko'rsalaring, ancha o'tib beradi. Hozir aytaveradi-yu, aytilgan narxlarga qaramanglar. Ko'yni bo'sh dedi-yu, bemalol telefon qilib savdosini qilinglar, xudo xolasa zo'r qilib, xolasalaring olib sotadigan narxda ham qilib beradi. Xudo xolasa akalar olib ishlatib ham baraka topadigan akalar, maza qiladigan. Sarbon brend ostida mana akalar nechta desalaring bor, 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari ketaveradi, xudo xolasa. Xolmurod aka, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi.